Assalomu alaykum yig'ilish qatnashchilari. Biznes rivojlantirish banki Uchqo'rg'on bank xizmatlari markazi tomonidan 2025-yil 7-may kuni tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan. Bugun 2025-yil 7-may kuni bank rahbari tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazilmoqda. Hurmatli tadbirkorlar, biz shu tadbirkorlarimiz bilan oyda 3 marta uchrashuv qilishni rejalashtirganmiz. Bundan asosiy maqsad birinchi o'rinda bankimizni o'zini produktini sizlarga reklama qilish, sizlardan bizga bo'lgan takliflar, murojaatlarni eshitish, kerak bo'lsa shu murojaatlaringizni ijobiy hal qilish bo'yicha uchrashuv tashkil qilamiz. Agar savolingiz, murojaatingiz bo'lsa, marhamat o'qinglar. Hozirda kimdir taklifi bo'lsa aytasiz. Qanaqa taklif bor, yoki qanaqa savol bor, qanaqa murojaat bor? Men birinchi marta kelishim chorvachilikka olmoqchiman. Ismingiz nima edi? Qipchoq va Iroda. Qipchoq va Iroda. O'sha yillik foizlar qanchadan? Shularni bilishim kerak. Menda ma'lumot yo'q hozircha hech narsa. Nima faoliyat bo'yicha? Chorvachi qoramol boqmoqchiman. Sharoitim bor uyda. Qoramol kreditda. Boqishga sharoitingiz bor. Nechta mol boqishga sharoitingiz bor? 4 ta. 4 ta. Hozir qilgansiz. Qaysi to'g'ri? Har bitta modelda mahalliy vakillar hozir tomonidan shug'ullanadi masala bilan. Oilaviy tadbirkor har xil dasturlarimiz bor. Sizga dasturlar tushuntirishadi hozir. Oilaviy dasturlar. Bizni nisbatan biznes rivojlantirish kliniklarimiz bor. Qoramolniki ham bor. Foizlari, yili, muddati, tartiblari, maqsadli maqsadsizliklar bo'yicha bizga hozir chiqqandan keyin alohida o'tirib, tushuntirib, nima hujjat ketadi, qanaqa ketadi, qanaqa boqaman degan savol bilan sizga ham savollarga javob berishadi. Haftasi o'ziga tomondan aytasiz. Tushunarli boshliq. O'zlar bankisi tadbirkorlikka ham jalb qilish degan ko'rsatishga bajarishadi. Kredit bersangiz o'z mijozimizga aylanishadi. Tushunarli. Masala bitmasa, yana uzun shaxsan qabulimiz kelib, masalani aytasiz. Biz yangi rahbar o'tirdik. Hozir masalani hammasini yechib ko'rsatib qo'yamiz. Rahmat. Bizim Atlasdan kelganmiz. Saidin Modina. Men ham o'z-o'zini band qilish, chorvachilik bo'yicha kelganman. Modina. Sizga ham Atlas mahalla, opa? Bizga ham Atlas. Qanday yo'q? Sayfiddinova. Sharoitimiz to'g'ri, nima narsa qilamiz. Oldin olganmisiz? Yo'q, yana birinchi marta. Atlasga kim qaraydi? Davlat G'ayratjon aka degan mahalla bankirimiz bor. Muammo yo'q, belgilangan tartibda ikkitalar murojaatlarni ham ko'rib chiqamiz. To'g'ri kelsa, kredit ajratib beramiz. Opa, sizda qanaqa masalangiz bor? Bizga chorvachilik bo'yicha Qaysi mahalla? ishon topilma kerak. Hozirda mahsulot. Mahsulo. Hoji aka, sizda qanaqa masalangiz bor? Assalomu alaykum. Xohlasa bizni bu yil kottejga olgan kreditimiz tugashi arafasida o'shanga agar yigitlar yordam qilsa bir solishtirma olsak, xudo xohlasa bergan filmimiz hozir 15-yil bo'lib turibdi. Yo'q. Ha, rahmat. Yana birorta qanaqa kredit? Yo'q, boshqa hech qanday masalamiz yo'q. Hammasi yaxshi bo'lyapti. Familiyangiz yozib olganmi? Mamatov Murtazona. Undiruv bo'limi bilan chiqib nazoratga beramiz buni. Qaysi savol yopiladi? Hozirda o'tiraylik.
nima deysiz? Qancha oy yopildi? Xudo xohlasa mana shu bir yil tugaydi. Bir yil tugaydi. Bu yil tugadi. Ha, bir yil to'liq o'sha tugaydi. Oyi qanchadan to'lab qo'yadi? Hozir 330 mingdan olamiz. 330 mingdan. 330 Yo'q, endi sog'liqdan nima qilyapsiz? Xudo xohlasa. Balki yakunlayveramiz o'shanga. Tekshirib ko'raveradi qancha mal. Sog'liqdan imtiyoz borda hozir. O'shanga ketib qolganmisiz? Biz o'sha 2011-yil olganmiz, 7% kredit olganmiz. O'sha bo'yicha to'lab kelyapmiz, grafiki bor. Xabaringiz bor, mana Lola tomonida birinchi strategiya qurilganda aka bilan gaplashdim. 43 mingdanmi, 56 mingdan to'labdi oyiga. 203 mingni qolibdi. 203 ming so'm. Keyin aytdim, yo'q, bo'lmasa sudra berasizmi, ildor desa, sog'liqdan imtiyoz bor dedi. O'shanga Sog'liqdan imtiyoz bor, to'g'ri. demoqchi bo'lgani, siz bir deganda yo'q ketishga qanaqangiz bor, sharoitingiz bor. Xudo xohlasa. Insonning imtiyozlaridan foydalanish kerak. Imtiyoz berasizlar. Tushunarli. Bizga ham imtiyoz chiqariladi misolida. Biz olsak, vafotimizni. Qanaqa qilib qolishingizga qarab, imtiyozlar bor. Oilaviy yordam bizda ham imtiyoz bor. To'lashdi imtiyoz. Soliqda chiqmaydi. Bular Yo'q, soliq bo'yicha imtiyoz yo'q. imtiyoz yo'q, bu degan narsa yo'q. Soliq bo'yicha siz bilmasangiz gapirmang. Soliq bo'yicha olayotgan kreditingiz